Xotun. Nima? Yenimda pul qalmagan. Xejligili azroq pul versam bo'ladi, Xotun. Nima? Pul? Qani, men sana 3000 koy pul vermedimmi? Nima qilding o pulni? Shuni koyni berishni qo'yib bergan Xotun sizlar. Shunda tijisamma tugab ketib qoldi. Hey, 3000 koy pul az pulmi? Sen bejaningga 3000 koy pulni xajlab qo'ysang, biz bolalar nima xajlaymiz? Men uyni tutaman, tutmanmi sen bilan? O'ylab beqinglar Xotun. Sizlar u 3000 koyni 2011-yil ikkimiz to'y qilganda bergan. Hozir saq 10 yil bo'libdi. 10 yildan yoqi hisoblab beqinglar. Bir kunlikim 8 mo 2 punktdan to'xtabdi. Unda qilmay 5 koy olsun beringlar Xotun. Bir oygacha pulmi so'ramaydi-mi? Uyning hamma ishlarini men qilay. Menga ichinglar og'risin.